Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari. Mana o'zimiz yana yangi qo'ylarimizdan keldi. Sizlar so'radinglar, mana biz chiqazamiz, xudo xolasa. Mana kallalariga, quloqlariga bir ahamiyat berib qo'ysizlar qo'yni. Mana tozasidan bo'lsin deganlarga mana. Simjin tozasidan mana uzutulab to'kadigan mana. Qo'ylarimizni qo'ylarimizga o'zingizlar bir baho berib yuborasizlar. Mana ikkalasi ham kashdan svit mana tozasidan. Qo'ylarimiz yoshi mana 2 tish. Qo'zidan yangi chiqqan. Mana 2 tish ekan. Birinchisiga xudo xolasa ko'payishar ekan. Mana 4 tish. Mana bittasi 4 tish ekan. Mana o'si ham ko'rindimi mana? Buni mana 2 tishga endi chiqyapti qo'zidan, hali yormabdi. Hozircha qo'zi ekan. Biror oyda to'la chiqaz bo'ladi. Mana o'zi 4 tish ekan. Bunisi bitta tuqqan ekan, bunisi birinchisiga tug'ar ekan. Shashroq. Mana bayloqqa tushmagan qo'ylarimiz, yayloqda yurgan. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib bo'ylari manosi 83, narginisi 84. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Birlashgan qishlog'ida. Bugungi chislamiz 25-avgust. Undaka bor, Telegram, WhatsApp. Telegram, WhatsApp nomerlarda bor. Chetdagilarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Toshkent, Vohaga kelishilgan narxda.